Yana bir plyus tomonlaridan studentlar uchun 30 zlotdan 35 zlotgacha to'lashadi. Xo'p, Jahongir, o'zingizni tanishtirib oling. Mening ismim Jahongir, yoshim 24 da. Polsha davlatiga 2020-yilni noyabr oyida kelganman. Student viza bilan kelganman Vistula universitetiga. Hozirda akademik ta'lim olganman. Shu sababdan hozir ishlayapman. Nima ish qilasiz hozir bo'libdi? Hozir Polshada oshxona sohasida ishlayman, chef-ovrlik qilib. Shu ishimiz. Hozir shundan necha soat ishlaysiz, qancha to'lashadi? Studentlar uchun 30 zlotdan 35 zlotgacha to'lashadi. Hop, hozirda ishchi kontrakt bo'lganligi sababli soat 8 dan ish boshlaymiz, soat 5 gacha ishlaymiz. O'rtacha 8 soat, 9 soat ishlaymiz. Soatiga 25 zlotdan soliqlarsiz sof to'lashadi. Ha. Pulga degan 25 zlot. Ha, endi plyuslari, minuslari qanaqa? Keyin siz o'zbek kuxnyada ishlaysiz shunda, to'g'rimi? Ha, men o'zbek kuxnyada ishlayman. Agar sizlar mabodo kelib ishlamoqchi bo'lsalaring, Polsha kuxnyasida 30 zlotdan 35 zlotgacha to'lashadi. Обычный holatda, qo'lga tegadigan. Hop, plyus tomonlari ish haqi yaxshi to'lanadi, soliqlar joyida bo'ladi, strafkalar ham bo'ladi, hammasi joyida. Minus tomonlarini shu ozroq mehnat qilish kerak. Doimiy tik oyoqdan. Doimiy tik oyoqdan 12 soat, yo'qmasam 9 soat ishga qarab. Har xil savodniy grafik qo'yib berishadi. Tushunarli, rahmat katta. Sog' bo'lasiz.